Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana men sizlar bilan doktor Ahmedov. Bugungi mavzumiz bronxial astma, uni kelib chiqishi, sabablari va uni davolash usullari bo'yicha gaplashib o'tamiz. Astma o'zi nima? Astma degani bu grekcha so'zdan olingan bo'lib, o'zbekchada bo'g'ilish degan ma'noni bildiradi. Bunda asosiy jarayon bronx yo'llarida rivojlanadi. Ko'pchilik bemorlarimiz o'pkamda kasallik bor yoki boshqa nafas yo'llarimda kasallik bor deb o'ylashadi. Bronxial astmada asosan jarayon bronx yo'llarida kuzatiladi. Bu yerda 3 ta asosiy o'zgarish bo'ladi bronx yo'lida. Buni tushuntirishdan oldin birinchi bronx devorini ko'zimiz oldiga keltirishimiz kerak. Bu 3 ta qavatdan tuzilgan bo'ladi. Shilliq qavat, muskul qavat va biriktiruvchi to'qima qavat hisoblanadi. Bronxial astmada nima bo'ladi? Bunda muskul qavat qisqaradi, shilliq qavat shishadi, shuning uchun shilliq balg'am ajraladi va biriktiruvchi to'qima qavat ham qisqaradi. Ya'ni sog'lom odamda bemalol o'tayotgan nafas qisilgan joydan o'tadi va bunda hushtaksimon nafas chiqishi yuzaga keladi. Bronxial astmani kelib chiqishida asosiy faktorlar bu nasliy faktor hisoblanadi. Oldin ham aytib o'tganimizdek, o'sha ota-onada yoki ota-bobolarida kimdadir allergiya bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolalarga asosan ona tomonidan, qiz bolalarga asosan dadasi tomonidan o'tish ehtimoli bor. Boshida allergik kasalliklar, burun bitish, aksirish, ko'z qichishlari bilan yurgan bemorlarimiz o'z vaqtida davolanmasa, keyin nafas yo'liga o'tib, bronx yo'llariga o'tib, bronxial astmaga o'tib ketishi ham mumkin. Bu astmani kelib chiqishida yana atrof muhitni ifloslanganlik darajasi yoki allergiya beruvchi allergenlar havo tarkibidagi o'simlik changlari yoki boshqa allergiya beruvchi hayvon junlari deymizmi va shunga o'xshagan uy changi kanachalari, zamburug'lar, bular katta ahamiyatga ega. Ko'pchilik bemorlarimizda kasbiy faoliyatidan kelib chiqadi. Masalan, tikuvchilik qiladigan bemorlarimizda o'sha tikish natijasida havoga ko'tariladigan o'sha materiallarning changlaridan bo'lishi mumkin. Yoki hayvonlar boqadigan bo'lsa, hayvonlarning epiteliyasi, mushuk, kuchuk yoki ot minadigan bemorlarimiz bor. O'sha ot mingan paytda menda nafas qisish boshlanadi dedi. Yoki sartaroshlar, parikmaxerlarimizda har xil kimyoviy vositalarni ishlatishadi yoki sochga nisbatan sezuvchanlik oshib ketishi mumkin. Va undan tashqari o'sha yeydigan mahsulotlardan ham allergiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha allergik jarayon asosan bronx yo'lida bo'lib, bronx yo'llarining qisilishi, tomoq qichish, yo'tal, nafas qisish, ya'ni hushtaksimon nafaslar bilan yuzaga kelishi mumkin. Bronxial astma bu kelib chiqishi bo'yicha asosan allergik hisoblanadi. Allergik moddalarni organizmga tushgandan keyin bu yerda immunologik mexanizm rol o'ynaydi va mana shu yuqorida aytgan 3 ta jarayon yuzaga keladi. Ko'pchilik bemorlarimiz savol beradi, men bronxitman-ku, astmaga o'tmagandir deb qo'rqib ketishadi. Aslida bronxial astma unaqa qo'rqinchli kasallik emas. O'z vaqtida shifokor allergologga murojaat qilib, uni sabablarini topib, maxsus davoni o'tkazsa, bu orqaga qaytadigan jarayon hisoblanadi. Ko'pchilik bemorlarimiz aytadi, rentgenga tushganimda bronxit deyapti, umumiy qon tahlilida o'zgarishlar yo'q, menda astma bormikin degan savollar yuzaga keladi. Buni bizlar allergik tekshiruvlar o'tkazganimizdan keyin va ularni anamnez yig'ishimiz, qachon, nimadan keyin paydo bo'lishi va o'pkani auskultativ tekshiruvlar o'tkazganimizdan keyin va bir necha instrumental tekshiruvlardan keyin bronxial astma tashxisi qo'yiladi. Endi bronxial astmani davolash va uni qanday nazorat qilish to'g'risida sizlarga aytib o'tamiz. Har bitta bemorga individual yondashilgan holda allergolog shifokor tomonidan olib boriladi. Bemorni birinchi so'rab surishtirish, anamnez, tekshiruvlar, qon analizlar, allergen sabablarini hammasini bilib olib, shunga qarab davo muolajalar o'tkaziladi. Bronxial astmada simptomatik davolash bor. Simptomatik davoda bu aerozollar orqali nazorat qilish mumkin va uni bazis davolash, ya'ni asosiy davolash hisoblanadi. Sababchi allergenni topib, shunga qarshi maxsus immunoterapiya o'tkaziladi. Simptomatik davolashda bunda ingalyatorlar ishlatiladi nafas yo'llariga. Faqat ingalyatorlarni to'g'ri ishlatish kerak bo'ladi.
nafas ochuvchi ingalyatorlar bor, davolovchi ingalyatorlar va ham ochuvchi ham davolovchi ingalyatorlar kombinatsiyada ishlab chiqilgan ingalyatorlar ishlatiladi. Xo'p, endi asosiy maxsus davoga keladigan bo'lsak, ko'pchilik bemorlarda uy changidan masalan allergiya bo'lishi mumkin yoki uyda qanaqa hayvondan, mushukdan allergiya bo'lishi mumkin yoki mavsumiy bo'ladigan bo'lsa, bahordan kuzgacha o'sha gullaydigan o'simliklar gul changidan bo'lishi mumkin. Allergolog shifokor buni kasallikni remissiyaga tushirib, ya'ni tinch davriga tushirib, keyin maxsus davo olib boradi. Uyda ahamiyat berish kerak bo'lgan narsalardan, agar sizda haqiqatdan uy hayvonidan allergiya bo'ladigan bo'lsa, bunda siz o'sha uy hayvonini saqlamasligingiz kerak yoki o'sha uy hayvoniga nisbatan maxsus terapiya o'tkazish kerak bo'ladi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlaringizga ham ulashing. Telegram linkimiz pastda yozilgan, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.